Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 21-mart haftaning shanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Burotadamiz. Sherstekan fermalarida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Odil aka, tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Butun O'zbekistonga alangali salom aka. Hammani kecha o'tkazgan qilayotgan nima deydi? Kecha juma hayit o'tdi. Hammani tabriklaymiz. Tutgan ro'zalari qabul bo'lsin. Mana biz ham misol uchun amallab o'tqiz deganda qo'ldan kelgancha. Mana mollar ham oqsil hammasidan chiqib bo'ldi Odil aka. Xayr so'rab. Borgan sari kamay ketyaptimi? Endi ketyapti-da. Kecha ham anaqaga qaramasdan 17 ta mol sotdi. Bolalar o'zim kelmadim. Bolalar sotdi. 17 ta molni mana shu sotibdi bolalar. Hozir mana Spark'ga almashdim aka. 3 ta buqacha almashdik. 2015 ekan mexanika. 2 oy oldin 5000 dollarga olgan ekan. 5000 dollarlik mol berdim lekin. Lekin hozir sotsam uni bari 5000 ga olmaydi, bir 4800 ga olsa kerak deb o'ylayapman o'zimcha. Egalari Rossiyaga ketadilar, xudo xolasa. Rossiyaga ketargan egalar. Odil aka, mana bu yerda 55 bosh. 55 bosh bu yerda. Greenford bilan Limuzin o'sha ikkalasi bu yerda. Greenford bilan Limuzin bu yerda. 55 bosh soni. Narxini necha pul qo'yamiz? Narxini 23 milliondan boshlanadi. Eng kattasi 27 milliongacha. Men ikkitadan tashqari, men ikkita katta 65 million o'zi. Ikkita kattasi bor, 32,5 milliondan. Qolgani ulardan tashqarisi 23 milliondan 27 milliongacha. Agar mana shu 55 ta mol menga to'xtadi degan odamga mana shu kattalari bilan qo'shilib 24 milliondan O'zbekiston bilan ketadi. 24 dan, ha? Ha. Bu eski narx. Mana mollarning qarang, asalligini Odil aka. Mana eski narx. Katta kichikligini o'zingizlar farqlab oldingmi? Mana Odil aka, men kelayotganlar oldingmi mana, qarang mana. 90% to'qol mollar. Shoxlisi bir bo'lsa bir 4 ta 5 ta mol bor ichida. 90% to'qol. Buning ichida 3 ta kalmik ham bor. Odil mana katta kalmiklar bor ana. Xo'p. Ana. Siz aka eng arzon necha pul chiqarib berasiz shundan? Eng arzoni 23 milliondan chiqarib beraman. Fermada o'zi necha pul fermada? Keyin bitta molim bor. 12 millionga beraman. O'zi 15-16 lik mol, oq chiroyli sementaldan tushgan. 12 million so'mga beraman. Faqat boylarga emas. O'zimizga o'xshagan haydari bolalarga 12 millionga beraman. Uni naryoqda hali ko'rsatamiz. Forma kelib qolibsizmi formaga? Endi bir oy ro'za tutdik aka. Tozalandik endi ishlarimiz tozalanadi aka. Mana buni o'zi necha pul ketadi yakka o'zi? Buni o'zimi 24 million ketadi. Odil aka. Mollar xudo xolasa hammasi yaxshi Odil. Mana bilan ham Odil aka kattalar ham bor, mana oqsildan chiqib bo'ldi mana. Mana oyoqlarini kestirib, tinni qildirib qo'ydim Odil aka. Yaqin odamning. Xudo xolasa ertaga yakshanba bo'lsa, seshanbalarga mol keladi. 50 ta. Aslida Qirg'iziston shvedlari, Qirg'izistondan zakaz qildim. Endi xalqqa barib olib kelish kerak. Qirg'izistonni o'tkazamiz xudo xolasa. Shvedlaridan, anaqalardan zakaz qildim. Mana shu hafta 50 ta kelib ko'raman. Agar tortim yaxshi bo'lsa, xalqqa yoqsa, ko'proq olib kelamiz. Shvedlardan o'sha Angusi bor, u yerda ham gibrid mollar bor. Bolalarga chiqdim, endi iloji xalqqa mol olib kelish kerak. Yo'llar yopilib bo'ldi hamma joy. Mana shu molni ham olgan odam aka hozir kuni jek ko'radi. Odil aka. To'g'rimi? Kattana. Shu mollarni ham olgan odamlar, mana shu mollarni hozir 24 milliondan vaqtim ishkalat pulga chiqardim. Chunki bilan kelganiga qarab chiqardim-da men. Misol uchun mana shu molni ham sherigim sher moli sotma. Yana bir 10 kun ushlasang 27-28 sotasan deyapti. Endi men iloji chiqaramiz, sotamiz bo'ldi. Narigilarchi u? Qarang, bu yerda Angus bilan metal gibridlar bor. Bular yuraversin. 2 4 6 7 8 9 10 15 ta ekan bu yerda. 15 dona. Bu yerda bir 9 tasi toza Angus, mana bular toza Angus Odil aka. Ikkita sementalga gibrid bor. Ikkita sementalga gibrid bor. Keyin bitta shveti bor Odil aka. Bir joyga necha pul qo'yamiz? Nechta sanadim hozir? 15 tasini Odil aka. Bularni ham bitta joyda olsa 24 milliondan chiqarib yuboraman. Bular ham paltarashga. Donalabga 24 milliondan 28 milliongacha. Donalabga? Ha, donalabga 28 milliongacha bitta joyda olsa 24 milliondan bularni ham chiqarib olamiz. Agar bu yerda 15 ta, anetda 55 ta, 70 tasini bitta joyda olsa ham 24 milliondan
xohlasin naqd, xohlasin peristelen, xohlasin barter ketaveradi. Odil aka, men mollar ham lekin zo'r paltarashkalar. Hayda. Shersdagi bir joyga nech pul dedingiz? 24 milliondan hammasi ketadi. Bitta joyda olsa, bu yerda 55 ta, bu yerda 15 ta. Men molga o'ziga yoqqan mol, gibrid mol, semental bilan chorniy piyosturmi, galshteymi chatishgan. Mana bo'ylari 1.20 chiqadi. Kichkina mol emas. Mana aka, oqsillardan chiqib bo'ldi, xudo xolasa. Mashinaga bartermi ketaveradi. 2000-yildan tepa mashina bo'lsa bo'ldi, barterga ketaveradi odilga. Hozircha shugina molimiz bor endi. Maydalari yo'qmi hozir? Yo'q, maydalari yo'q. Maydalari xudo xolasa o'sha seshanba, chorshanbaga olib kirib kelamiz, xudo xolasa. Men lekin o'zim bugun Qirg'izistonga ketaman, Qirg'izistonga. O'zim bugun chiqib ketaman. Inshaalloh harakat qilamiz. Bu yerdan shu maydalon olib kelish yaxshiroqlarini. Mana men mollarni qarang, dumma soladigan mollar aka. Barterga o'zi tanlab oladimi, o'zi tanlab berasizmi? Yo'q, xohlasin tanlab olsin. Mana summasini, mana misol uchun mashinasini mana 5000 dollarga olganman dedi. Maydan kirganda 3 ta buqani tanlab oldim. Ichida bitta semental bor, odil aka mana. Ya, anu ham sementalmi, Siroj? Semental bor. Ha? Bu ham semental ekan. Chu, Sifati zo'r. mollar yomon emas, aka, xudo xolasa, mollar hammasi parodniy mol. Greenford, semental, green, o'sha limuzin hammasidan bor. Nega mana 32 millionga hozir ikkita mol 64 ga olganingdan ko'ra 3 tasini olinglar, 4 ta olib turasizgina yetmasa bersanglar, lekin normalniy bo'ladi. Mana orqasi turibdi. Misol uchun 32 millionga uni olgandan ko'ra rostdan ham buni 24 millionga olib 7 million shunga tiqsa, mol 32 million bilan pishadi, Odil aka. Ana ular 40 tagiga bo'ladi. Siz ham ko'rsatamiz? Silosi ham mayli ko'rsatamiz, lekin qoplangani yo'q hozir. 24 dan bo'ladi. Qoplangani sotilib bo'ldi. 24 dan bolalar 23 dan ertaga ishga tushadi. 2 kun qoplasin, keyin 24 dan sotamiz. 21 ming so'mdan joyida ortib beramiz. O'sha donli zo'r silos 21 mingdan qopini. Qani bu yerda qolmabdi. Mana mana shu to'la silosida aka. Silos zo'rligidan yeb tashlagan. 80 ta. Qanday chiqdi? Zo'r. Olgan odam xudo o'zi baraka topadi aka shu mollar. Sizga yarashmayapti-da faqat. Kamligimi? Soni kam, ha. Endi nima qilasiz? Endi yo'l ochiq bo'lgandan-ku ana qilardik. Endi ertaga xudo o'zi Qirg'izistonga borib kelsam, agar Qirg'izistonda mashina mollar ham ko'p ekan. Harakat qilamiz, xudo o'zi ko'proq olib o'tishga. Bularga. Lekin bari olib kirmasak bo'lmaydi mol. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar do'stlar.